Ey bu savlatini, bu mashinani jigar. Shu mashinani yaxshi ko'raman. Amerikadagilar xuddi shunaqa traktor yurar, haligi katta yo'llarda ko'rib qolinadi, traktor yurganlar biladi. Ram akam 2022-yilgi bahaybat bitta katta mashina, pikap. Do'stlar, ichlari bu bundagi mashina, bilmayman, mana bu lyukoy mashinalarimiz ikkita keladimi? Akam, $59,000 ga 5-7 ob'yomda maxluq motorda Ram. Va buni Amerikadagilar juda yaxshi biladi. Bizda ham hozir ancha ko'payyapti nedorojniy mashinalardan. Tog'mi, adirmi hamma yerga ketadi. Mo bahaybatli. Ammo balonlari kichkinaroq nimani hisobiga, lekin kattaroq ham olsa bo'lsa kerak. Diskalari bilan 360 kamerani oldida ko'rdim va loboy proyeksiyalari bor. Mo yo'g'onligini qarang-da jiga. Ochilishini qarang. Paroglari. Xo'p. Paroglariga gap so'z yo'q. Beskulchovoy silpoy zonalarda Germaniya print, korичневый salon, память сидений электрический, плавающий сиденье, 3D polilari bor. Korичневый кожаный salon, nakitkali chexollar solingan, katta monitorda, ichini qarang, bahaybat. Mayr hali dengiz shekilli. Akam, bu mashinadagi katta 66,000 probeg, ichki salonlari, chorniy patologlar, $59,000 ga Ram 22-yil 66,000 probeglik mashina. Mana kengligini qarang. Voy, mana kengligi haligi o'zimizni sedan oddiy mashinalardan ikkita kelar ekan. Orqasi kengligi вообще uzun, hatto limuzin versiyalik, bu yerda pikap, buni uchun ham foydalanadi. Buni katta o'zi haligi yosh katta kishilarga o'sha mindirib qo'yadigan mashinalardan biri. Egasiga telefon qilinchi, narxlarini kelishib 59,000 dan kamini so'rab olamiz. Kelar, sog' bo'linglar. Ich tirovido hamma yo'g'i bor bunda.